Men maxsus benzani Muhammad Akbar olishdan olgan edim. Yuzimda mana o'simta bor edi. O'simtaga mana shu kuniga 3 mahaldan surtadim. Natija 15 kunda bildirdi. O'simta ancha kichinardi mana. Bu doridan ancha xursandman. Natija yaxshi. Kimdadir bo'lsa, o'simta bo'lsa, tavsiya qilaman. Men bu doridan xursandman. Assalomu alaykum. Men shu spenziyani 2 hafta oldin olgan edim. 2 hafta davomida 3 mahal ishlatdim. Qo'limning uch qismida kattakon bez bor edi. Hozir mana 3 mahal surkadim. Ko'rib turganingizdek hech qanaqa bez qolmagan. Qo'lim tekis holatda turibdi. Kimlardadir shunday holat bo'lsa, qo'lida bezlar bo'lsa, shu spenziyani tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Men mana shu suspenziyani innovator Muhammadjon Akbaraliyevdan olgan edim. Qo'llarimni ko'p qismlarda gerpesli papilloma bor edi. Kuniga 3 mahal surtab, 2 haftada men natijasini sezdim. Etlari silliq bo'lib, bezlari yo'qoldi. Kimda mana shunday papillomalar bo'lsa, sizlarga ham tavsiya qilaman.